odamlarga bir zamonlar kelurki, shunda bir to'pgina qo'y o'zini egasi uchun Marvonning uyidan yaxshi bo'ladi. Marvon degani Madinani hokimi. Madina Munawvarani hokimining oti Marvon ibn Hakam bo'lgan. Endi uni qasri bo'lgan-a? O'sha vaqtdagi eng yaxshi turar joy shuniki bo'lgan. Bir zamonlar kelib, vaqtlar o'zgarib, sharoitlar o'zgaradiki, birov qo'yini olib, toqqa chiqib ketib yotsa, qasrda yotgandan afzal holatga kelib qoladi. Chunki shahar qishloqlarda gunoh ko'payib, fitna ko'zilib, u yerda yurgan odam fitnaga uchramasdan qolmaydigan holat bo'ladi-da, o'zini bilgan odamlar 5-6 qo'yni olib toqqa chiqib ketadigan zamon keladi. Ana qo'yni jannatdagi mana shunda. Jannat hayvonot ekanligi. Baraka qo'yida ekanligi mana shundan. Mana buyuk sahobiy Abu Hurayra radhiyallohu anhu mana shuni bayon qilgan ekanlar.